Qozog'iston va O'zbekiston chegarasida keng ko'lamli Markaziy Osiyo sanoat kooperatsiyasi markazi quriladi. U o'zaro tovarlar, fuqarolar o'tishini, xizmatlar ko'rsatilishini osonlashtiradi, bojxona jarayonlarini jadallashtiradi. Bugun Senat markaz ta'sis etish to'g'risidagi shartnomani ratifikatsiya qildi. Majmua iqtisodiy va investitsiyaviy hamkorlikni kengaytirishga, mintaqadagi eng yirik yuk oqimlarini tartibga keltirishga, shimol-janub yo'lagi doirasida ishlab chiqarish kooperatsiyasini rivojlantirishga xizmat qiladi. Eslatamiz, shu jumladan mazkur obyektni bunyod etish hisobiga Qozog'iston va O'zbekiston o'zaro savdo hajmini 10 milliard dollarga yetkazish niyatida. Har ikki davlat investorlari uning hududida ishlash istagini bildirdi. Сейчас уже выразили заинтересованность 5 компаний. Hozirning o'zida 5 ta kompaniya sarmoya kiritishga tayyorligini bildirdi. Ular qatorida meva-sabzavotni qayta ishlash zavodi pomidor pastasi chiqarish uchun 35 million AQSh dollari miqdorida investitsiya kiritmoqchi. 15 million AQSh dollari taklif etgan yana bitta sarmoyador meva-sabzavot bilan birga rezavor mevalarni qayta ishlamoqchi. 20 million dollarga logistika markazi quriladi. O'zbekistonning Global Tekstil kompaniyasi ham ushbu hududdan joy olmoqchi. Ular o'z sarmoyadorlari bilan tegishli memorandumni imzolagan. Соответствующий меморандум о намерении с инвестором.